ketdi akalar. 3 ta mashina to'p qo'ydim. Birinchisi 2019. 2019 probegi 115 ming yurgan. Kraskalar toza absolyutni. Polni shumka bo'lgan mashinani. nisi. Keyingisi 2020-yil 61 ming yurgan. 3 ta joyda petnosi bor. Tayyor. Tayyorlanishga polik, chexol hamma yo'q tayyor. Keyingisi 21 dan kraskalar toza. 140 ming yurganmi? Qancha yuradi aka? 137 ming yurgan. Kraskalar toza. Polik, chexol hamma yo'q ham tayyor. 13 vagonlari bor. 3 ta mashinadan sotuvga chiqarilgan akalar. Nomerlar olib qo'yamiz. Uchuvi ham narxlar bilan telefon orqali tanishtiriladi. Cho'tka holatda turibdi. Uchuvi ham minishga tayyor. Bank orqali ham chiqaraveramiz ana. Bank 7-8 dollar puli bo'lsa bank orqali ham chiqaveradi. bankka ham savdo bo'lib chiqavergan akalar. Uchuvi ham. Oylik to'lovlar 1 million 800 ming.